Assalomu alaykum azizlar. Mana trekkerimizni ikkini moyini almashtiryapmiz. Kelaverasizlar. Mana приспособление bilan ichidagi qolib ketgan yog'ini tortyapmiz. Ichida yog' qolib ketyapti ekan. Mana ko'ryapsiz, moy qanchalar qilayotganini tortib olyapmiz. Kelaverasizlar. Короче, videoni o'chirib turib. Mana ko'rib turibsizlar, ancha joy qolayotganini. Araç foto yengen var mı? Neler yengen var mı? Aziz do'stlar, kelaverasizlar. Mana ko'rib turganingizdek trekker 2 mashinasini avtoulov poddondagida qolib ketayotgan moyni tortib olyapti. Ko'rib turganingizdek, mana qarang. Hali beri bir 5 press tortdik, lekin moy hali tugash darajasida emas, hali ko'p o'xshaydi. Bunaqada qancha qolar ekanda tagida. Odamlar aytishi bejizga emas ekan, mana qarang. Bu moyni torta olmasangiz, yangi quygan moyingizni sifatini birpasda buzadi bu moy. Mana tugadi, hech narsa qolmadi. Endi havo purkaymiz. Havo. Kuzatib turing. Havo bilan ham purkab. Yana ham tozalaymiz.